Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Mana hozir biz metan zapravkaga keldik. Metan zapravkada bugun 1-aprel. Ham yo'q, plastik bo'libdi mana. Zapravkachi mutaxassisdan hozir so'raymiz ma'lumotlarni. Assalomu alaykum. Yana yaxshisizlar. Zapravka shoxobchalarda bitta zapravka emas. Benzin, metan, propan sotiladigan shoxobchalarda o'zi bank xodimlari kelib, Milliy bank, Agrobank, hamma bankdan biriktirilgan xodimlar kelib, bepul. Hozir mana misol mana shu Milliy bank kartasini bank xodimi kelib siradi. Bepulga tarqatilyapti. Bu pulli dishoda bepul ekan bu. Nima qilishinglar buni o'zi ustanobga qo'ysa bo'ldimi? Esa ilovaga ularni o'zlari ular chiroyli qilib rasmiylashtirib berishadi uni sirasi. Keyin siz bunga shutiga hisobraqamga pul tushirib, bemalol xohlagan shoxobchangizdan yoqilib qo'yib yurishingiz mumkin. Qiyin emas, oson. Qiyin emas, u oson narsa. Ilovaga ulanib oladi, oson narsa. Unchalik qiyinchilik narsalari yo'q albatta. Bank xodimi karta tarqatyapti bepulga. Xizmat ko'rsatilyapti, bemalol behijolat kelaverasizlar. Klimatorga yetish holatlari. Bunaqa to'xtab qoldi, ochiq bo'lib ketdi degan narsalar yo'q hozir. Manzilimiz va Toshloq tumanidan kirish, Toshloq tuman davlat soliq inspeksiyasi yonida. Ko'pchilik Turon metan zapravka biladi. Metan zapravka davlat soliq inspeksiyasining yonida bir devor. Akalar tushungan bo'lsalar, mana mutaxassis o'zi tushuntirdi. Karta bepul ekan, bepul tarqatilyapti. Bemalol qo'rqmasdan kelaverasizlar. Turon metanga adashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kelinglar.